hurmatli akalar, mana mana shu akam liniyasi qanday? 82 80. 80. Qo'zi. Şimdi ochib ko'rsatib qo'ydi. Qo'z. Yanvarda 1 yosh bo'ldi. Yanvarda 1 yosh bola ekan. Qo'zi ekan. Mana shu qo'chqor, xudo xolasa. Kechga. O'zbekistonda. 80 liniya. 80 ming. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, Chorvosh bozor aka-ukalar. Biz video syomkalarimiz Namangan tumani Tepao'roq qishloqida olib boryapmiz. Aka-ukalar, xudo xolasa Bishkekdan bo'g'oz qo'ylarimiz yetib keldi. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa zo'rlardan so'raganlarga mana bo'g'oz degan yaqindan so'raganlarga xudo xolasa bitta 8 kishi bor hurmatli obunachilar, qolganlari xudo xolasa 4 ish, 2 ish. Mana shu qoramdan, mana shu qoramdan 4 ish, mana shu qo'y 4 ish. Lekin mana shu qo'y yaqin bo'g'oz. Mana o'zingizdan ko'rib turibsiz, qochma qo'ylarimiz o'zi qochib olyapti. Hurmatli aka-ukalar, ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa zo'r hammasi inshaalloh. Mana 2 dona mashq qo'zisi bor hurmatli aka-ukalar. Bo'ylari 75 pilis bo'ladi. Bo'lak xudo xolasa hammasining bo'yi 85 dan 90 ga davr bor bo'ladi bo'yi. Dastan mashq chiqarib olib ko'ringchi. Sekin shu. Boshqalarimiz xudo xolasa o'ta bosiq. Xo'sh, hurmatli aka-ukalar, xudo xolasa mana qo'chqorimizni liniyasi bor. Taygonni xudo xolasa yaxshi qo'chqor. O'ta baquvvat. Hali qo'zi narsa aka-ukalar. Tishini ochib ko'ringchi. Tishini ochib ko'rsataylikchi. To'xtatib. Ko'rsatishim. Siz qiynaladi. Doston aka. Qo'y baquvvat. Xo'sh. Hurmatli aka-ukalar, qo'zi narsalar. Bo'ldi, chala ko'rindi. Bo'yi, xudo xolasa. Ha, bo'yni o'lchaymiz buni. Bo'yni o'lchamasa bo'lmaydi buni. Metrimiz o'shayda yurib sekin o'shanchi. Mana. Hurmatli aka-ukalar, qo'chqorimiz bo'yi yerdan mana. Qo'chqorimiz o'zi ketib qolyapti. Buni qo'yib buni qo'yib qo'chqarib ushlab turasiz. Maşallah. Yerdan bo'yi mana. Ha, chiqqan olaverasizlar. Qisqasi 90 pilis. Xudo xolasa yana loboy so'rib tushab ko'ring. Mana sariqlardan bitta tushab ko'ring, mana shulardan. Burchakka qisib turishganida. To'xtan. Ashinchi 8. O'shanchi 8. Ko'rsatib boq. Ashinchi mana. Lekin mana zver kishi. Hurmatli aka, 6 ekan bu. 6 ekan. Hurmatli aka, mana bo'yni o'lchab ko'rdim, mana shu qo'ydi. Mana xudo xolasa. Mana 85 pilis xudo xolasa. Naq bo'g'oz qilib qo'yamiz. Hurmatli aka-ukalar, mana ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, hurmatli obunachilar, aka-ukalar, bu yerda 2 dona qo'zisi bor. Mana shu bilan mana shu qo'zisi bor. Bular narx alohida Qo'zini ham to'shab obunachilar ko'rsat. Sho'ring, lo'boylar burchakda o'shang. Sekin yana shoqdan mana. Shoqqan. Orcha qiynama, sekin bo'ynini shoqan. Qo'ziga ham kuchini yetmayapti o'zi. O'ta. Bolaga tushmagan, hurmatli aka-ukalar. O'zicha hali bu. Tishlar. Mana qo'zada. Hurmatli obunachilar. Metrlab qo'yaylikmi buni? Ha, uni metrlab qo'yamiz. Metrimiz o'zoqda ekan. Mana qo'ydi ko'rib turibsizlar turishini. Oldin tisarilib turibdi. Mana yerdan bo'yi mana 75 pilis. 75 pilisga olaverasiz, xudo xolasa. Qo'ylarimiz, bu katta qo'ylarimiz mana qochmagan qo'ylarga mana qo'chqorga tespisani qo'shib yuborganmiz aka-ukalar. Xo'sh, hurmatli obunachilar, bo'ylarni qo'ylarimiz bo'yin 85 pilis minusga olaverasizlar. Xudo xolasa. Avash qora qo'y desa, qisib o'shancha qora qo'ydan ko'raylik endi. Ash qara qo'y deyish mumkin kimdir.
Mana shu qari qo'y deyishim. Burchakka qisib o'sha o'ylaydi. Alloh o'sha baqayapti endi. Qo'y tisallab turib hurmatli obunachilar mana ko'rishlari mumkin. Yotib olgan. Sen ko'tarinchi buni, bu qaysi tomon u yotib olgan bu qo'y. Bu qo'y katta qo'y. Mana yerdan hurmatli obunachilar mana 85 ekan. Tishini ochiq mashina. Toza 4 tish. Tagini bossan tagini ochaman. Stepani ochadi. Ana hurmatli aka-ukalar 4 tishga olaverasizlar. Mana shu qo'yimiz 4 tish, bo'yin 85. Xudo xolasa qochmagan qo'ylar mana mahalashda qochib oladi. Xo'sh, hurmatli obunachilar, mana shu ikkala qo'zin narxi bo'ladigan narxi 5 million 400 ming so'mdan dastlabkasi Toshkentga ketaveradi. Qo'chqorda hurmatli obunachilar liniyasi bor. Liniyasini kaftolojini qo'yib ketamiz, xudo xolasa. Hayda video qilib olingan. Qo'chqor bo'ladigan narxi $1000 ga beramiz. Oxir narx. Mana urg'ochi bo'g'izlar so'raganlar, hammasi bir joyga bo'lsa 6 million 700 ming so'mdan dastlabkasi ketaveradi Toshkentga. Kelib ko'raman deganlar lokatsiyani tashlab beraman, kelib ko'rib savdosini olaverasizlar. Bizda hech qanaqa anaqa bo'lmaydi, xudo xohlasa. Telefon qilgan odamni ishi bitadi, hurmatli aka-ukalar. Borib ko'raman deganlar lokatsiyani tashlab beramiz, kelib ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa qo'ylarimiz 2 tish, 4 tish. Ash bitta 6 tish ekan. 6 tish ashinisi ekan, hurmatli aka-ukalar. Mana 4 tish. Qora ham 4 tish. Qolgan hammasi 2 tishdan garantiyasi. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Lekin mana mana shu sog'lomni mana shu qo'chqarimizdan qochyapti, xolasa. Inshaalloh. Videolarimiz xato kamchiliklar biz oldin uzr, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.